Servisning bergani massasi 7 kg denaga gorizontal betda qo'zg'alib keladi. 200 koeffitsiyenti 0.1 ketsang, denaga 8 Newton kuch ta'sir etadi. Denaning o'tiyini topishimiz qajat. Esakning bergansa bizga bergan shamolarni yozamiz. 200 koeffitsiyenti 0.1 kuch berilgan 8 Newton және massamiz berilgan 2 kg. Bizga o'tiyi topshirgan. Bizning qo'llanadigan shamolarimiz bor. Shular 200 formasi және Newton ikkinchidan qo'llanib qolamiz. Endi o'zaro balansa esakning javobini olamiz. Esakning javobida qanday birinchi F2 teng. Bu yerdagi newimizda biz o'sha yerdan qo'rqib alsak bo'ladi. Endi mg deb olamiz. Sol formulasi anglizcha new teng mg bo'ladi. Endi ham o'rnab qo'yamiz. Newimiz 0.1 teng. Ko'paytiramiz f 7 kg ko'paytirib 10. Bizga chiqadi 2 Newton. Endi 200 koeffitsiyentni topdik. So'ng balansda to'rtta kuchni to'lamiz. Ikkincisi jalb kuch bergan so'zini aytamiz. To'rtta kuchimiz f minus f ikkiz teng fimiz 8 Newton. Endi hozir ko'zamiz 2 Newton. 6 Newton qatlam bo'ladi. Және bizga f teklama Newton ikkinchisidan o'tiyni qo'shib qoladigan bo'lsak, f m. Bu yerdagi fimiz bizga qo'rqib kuchni yozamiz. 6. Massamiz bizga 2 3 metr sekund kvadratga teng. Bunda javobimiz 3 metr sekund kvadratga teng.